Agar sizlarning ham sochinglar manikiga o'xshagan paxmoq va porisli bo'lsa, lekin shunaqa ukladka qilishni xohlasanglar, videoni oxirigacha ko'ringlar. Keyin sochimni rosa dazmol qilib yurardim va oxiri kuydirib, gullatib tashlaganman. Keyin sochimni kaltaroq qilib uhod qilishni boshlaganman va 1 yil ichida yaxshi o'sib chiqqan. Va shu xatoni qaytib takrorlamasligi uchun sochimni kamdan kam dazmol qilaman va ko'pincha brush yoki heatless curls qilaman. Yaqinda men o'zimga yana bitta yangi stayler oldim va shu bilan hosil bilan ukladka qilamiz. Ichida 6 ta nasatkasi bor. Brush, yana bitta brush, lokin qilish uchun stayler, ikkita soch quritish uchun nasatka, основной fen. Rangini qaranglar, prям 17 Pro Max rangiga o'xshar ekan. Nima Mac'ni ofitsialniy dilerdan olganman. Qayerdan olganligimni opisiyaniyada отметка qilib qo'yaman. Ideali sochinglar toza yuvilgan va ozgina ho'l bo'lishi kerak. Shuning uchun hozir men sochimni ho'llayman. Sochimni kechqurun yuvib uxlab qolganman, shu uchun ham shunaqa paxayib ketdi. Birinchi o'rinda sochimizni mana bunaqa nasatka bilan brush qilib tortib quritamiz. Mana shunaqa объемный chiqishi kerak. To'la mana shunaqa narsa chiqishi kerak. In this case sochimizni tekislashimiz shart emas, faqat tagi bilan ishlaymiz. Mana bu uchlar bilan ishlaymiz hozir. Sochimizni yana 1-2 qavatga bo'lib chiqamiz. Styler nasatkani olamiz va sochimizni faqat tegini qilamiz. O'rtoqlar mana bunaqa chiroyli chiqadi prям. Stylerning mощности zo'r bo'lsa, mana shunaqa chutki chiqadi qizlar, просто shikarni. Qolgan layerlarni ham shunaqa qilamiz. Примерно shunaqa chiqishi kerak. Oxirgi bo'lib cholkamizni qilamiz. Sochimni taramayman, uni o'rniga qo'limga organovoy maslo, любой maslo sursanglar bo'ladi. And that's the final result. Sochimga 1 gramm ham shikast yetkazmasdan juda ham chiroyli salonli ukladka chiqdi. Kommentlarda bir davomgacha baholanglar.